Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Va nihoyat 2 oy deganda biz sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz. 2 oy mobaynida o'rtoqlar meni YouTube kanalimda hech qanaqa uzun videoda chiqmadi. Lekin o'rtoqlar hoziroq videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki o'rtoqlar videoni boshidanoq sizlarga aytib qo'yaman. Hoziroq ekran qarshisiga bemalol joylashib olinglar. Sineklar yedigan narsalar bo'lsa bemalol videoni to'xtatib, olib kelib olib ekran qarshisida bemalol joylashib olinglar. Chunki o'rtoqlar bu video nafaqat meni YouTube kanalim, balki butun O'zbekiston YouTube'ida bo'lmagan yangilik. Hozirgi ko'rayotgan videolarda sizlar bitta videoning ichida 10 ta blogerga 10 xil prank videosini ko'rasiz. Xo'sh, o'rtoqlar ko'rib turganingizdek lokatsiya tuban o'zgardi. O'rtoqlar boya aytgan gapim. Bu video nafaqat meni Akbaretto YouTube kanalimda, balki butun O'zbekiston YouTube'ida bo'lmagan yangilik. Mana shu ko'rayotgan videolarda sizlar 10 ta blogerga 10 xil prank videosini ko'rasizlar. Va o'rtoqlar hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shuncha foiz odam obuna bo'lgan, mana shunchasi obuna bo'lmagan. Bu meni prosmotrlarim, kanalimdagi prosmotrlarim uchun juda ham kam. O'shaning uchun hoziroq davay, misol uchun siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, yangi tomoshabin bo'lsangiz, prosta shu kanalimga obuna bo'lib qo'ying, bo'ldi. Va o'rtoqlar keyingi safar siz meni YouTube videomga chiqishingiz mumkin. O'shaning uchun prosta kanalimga obuna bo'lib qo'yasiz va Telegram kanalimning silkasi mana shu YouTube kanalimning biosida turibdi. Prosta o'tib Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yib, Telegram kanalimning chatiga bir raqamni yozib qoldirasiz. Va o'rtoqlar tez kunda obunachim bilan bir kun videosi, misol uchun oranglardan bittalarni tanlab olib, qiz bola yoki o'g'il bola farqi yo'q, bittalarni tanlab olib obunachim bilan bir kun videosi chiqishingiz mumkin. O'shaning uchun prosta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, o'rtoqlar, endi bugungi videomizdagi blogerlarga prank videomizdagi birinchi prank qiladigan blogerimiz. Birinchi prank qiladigan blogerimiz o'sha sizlar tanigan YouTuber, bloger, O'zbek Mr. Beast deb atasa ham bo'ladi. O'sha sizlar tanigan Omonxon. На мне запахи Tom Ford, смесь ванили и табако. Трачу на семью, но не получается. Da o'rtoqlar, bugun hamma top blogerlarga prank qilib chiqamiz. Xo'p, Omonxon akaga men o'zim chotki bugun yozilingan blogerlarimizga, bugungi prank qiladigan blogerlarimizga chotki gaplar o'ylab qo'yganman. Shunaqangi prank, darajada prankligidan men hozir o'zim profilimda yozmayman. Instagramdan, Telegramdan yozamiz. Bir xillari bilan jonli chatda gaplashishimiz ham mumkin. O'shaning uchun davay o'rtoqlar shuncha xarid uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 2 oydan beri video chiqmadi. Bu yog'iga endi aktivni yanada ko'tarib, bu yog'iga to'xtash yo'q. 2 oylik tanaffusdan so'ng men yana YouTube'ga qaytdim. Davay o'rtoqlar, o'shaning uchun obuna bo'lmagan bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lsam, Omonxon akaga birinchi blogerimizga prank qilamiz. Shunaqa zo'r gaplar yozib qo'yganman. Va keyin o'rtoqlar, yana bitta narsani aytib ketaman. Mana shu blogerlarga prank videomizni birinchi mavsumi bu va birinchi mavsum va birinchi qismi. O'rtoqlar, sizlar mana shu videoni, agar shu video yoqsa, oxirigacha ko'ringlar. O'shaning uchun agar shu video yoqsa, shu videoni ikkinchi qismini ham olamizmi? Nima deysiz? O'shani hozir kommentariyaga yozib ketinglar va ikkinchi qismini men o'ylayapman. Ikkinchi qismini blogerlar bilan emas, obunachilar bilan qilsam nima deysiz? Ya'ni sizlar bilan qilsam nima deysiz? Prosta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyaga yozinglar. Ikkinchi qismi yana blogerlarga bo'lsin yoki obunachilarimga prank bo'lsin. Shunaqa prank qilaman. Faqat Telegram kanalim bilan YouTube kanalimga обязательно obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Обязательно kanalga obuna bo'lib, kommentariyaga yozib ketinglar o'rtoqlar. Shu videoning ikkinchi qismi qanaqa tarzda bo'lsin va yana nima yangiliklar kiritaylik. Xo'p, Omonxon akaga Instagramdan yozamiz. Omonxon akaga Instagram yozamiz va bu yerda hammaga ham Instagramni yozmaymiz. Men yana bitta narsa aytaman. Bu oydagi bugungi prank qiladigan blogerlarimga ijtimoiy tarmoq orqali o'zgacha pranklar qilaman. Shunaqangi ssenariylar yozib qo'ygan, shunaqa gaplar yozib qo'yganman. Hamma blogerlar ko'rgan payti bor. Blogerlar ko'rgan payti sразу shokka tushadigan darajada pranklar o'ylab qo'yganman. Xo'p. Omonxon akaga Instagramni yozamiz. Bugungi blogerlarga prank qiladigan blogerlarimizga hammasiga Instagramni yozmaymiz. Bir xillariga Telegramni yozamiz. Agar shu videoni ikkinchi qismida real hayotda prank qilishimni xohlasanglar, mana shu videoda 1,5 ming ta like bo'lgandan keyin shu videoni ikkinchi qismida real hayotda 15 ta blogerga prank qilaman. 10 ta emas, 15 ta blogerga prank qilaman. Xo'p, birinchi bo'lib Omonxon akaga Telegramdan emas, Instagramdan yozamiz. Telefon ham qilmaymiz. Birinchi blogerga Instagramdan yozamiz. Xo'p, men hammasini yozib olganman. Nima deb yozishimni, nima deb prank qilishimni.
Assalomu alaykum Omonxon aka. Qaranglar. Prankga ittini qilamiz. Xo'p, yozamiz. Assalomu alaykum hurmatli Omonxon. Hurmatli Omonxon. Men sizni TV qaysi TV'ligini aytmaymiz. TV kanaldan bezovta qilyapman. Men sizni TV kanalidan bezovta qilyapman. Men TV kanalimizni administratoriman. Voy, nima qilyapman? Realni ochadilar-yu. Va men o'rtoqlar bugungi prank qiladigan blogerlarimga o'zimning profilimni yozmayman. Chunki men yozsam sira sanib qolishadi. O'shaning uchun bitta yangi Instagram akkaunt ochdim hozir. Sizlarga ko'rsatib o'tirmadim. Bitta yangi Instagram akkaunt ochdim. Hozir o'sha yangi Instagram akkauntda prosta hali avayam qo'yilmagan, biyom to'g'rilanmagan, nikah normal emas, prosta bitta o'g'il bola ham emas, qiz bola ham emas, bitta yubochasiga yozib bajam nik bosh ekan, o'shani ochib yubordim. Lekin men hozir nikni o'zgartirmoqchiman, yozishni oldin, chunki administratorlarga ishonmaydi va atvet bo'lmaydi. O'shaning uchun nikni o'zgartiraman. Men o'zimning profilimni yozsam bilib qolishardi. O'shaning uchun blogerlar sizni yangi showimizga chaqirmoqchimiz. Voy! Shoximizga bo'lib ketdi. Voy, shoximizga chaqirmoqchimiz bo'lib ketdi. Faqat bir shart bor. Eshitinglar, prank eshitinglar. Faqat bir shart bor, shouga chiqishingizni faqat bir sharti bor. Bizning showimizga kelganingizda YouTube kanalingizni bir oyga berib yuborasiz. YouTube kanalingizni bir oyga berib yuborasiz. Bizga aloqaga chiqing. Yozdim endi yuborildi. Reaktsiyalar qanaqa bo'ladi bilmadim. Menimcha advet qilmasalar ham kerak. Chis yasamlari buziladi, zapros ochib ko'rganlarda, chunki men o'zim profilimni olsam bilib qolardilar prankligini. O'shaning uchun yozdim. Nima qilyapman? Omonxon akaga prigin. Men Omonxon akaga showimizga kelganingizda YouTube kanalingizni bir oyga beraverasizmi? Nima qilyapman? Nima jinnilik bu? Hop, chalg'imaymiz. O'shaning uchun endi ikkinchi blogerimizga o'tamiz. Hop, o'rtoqlar, birinchi bloger Omonxon akaga ham yozib bo'ldik. Ana endi ikkinchi prank qiladigan, jo'ski prank qiladigan blogerimiz. YouTuber, bloger, haqiqiy amerikanskiy YouTube videolarini qiroli deb atasa ham bo'ladi. Bu Komon Qahhor. 52 не сексаун. Валю как гонку, меня на стрике 5 КЛ. 10 карат, детка, я всегда был джентльмен. Ikkinchi blogerimiz Komon Qahhor akaga prank qilamiz. Komon Qahhor akaga ham xuddi o'sha yangi ochilgan, hech kim tanimaydigan, даже o'zim ham nikini bilmaydigan blogerga prank gapini yozamiz. Xo'p, Komon Qahhor akaga Instagramdan yozmaymiz. Hamma blogerlarga prank qiladigan prank rubrikalarim bir xil bo'lavermaydi. Har xil joylardan yozib pranklar qilaman. Bitta real hayotda prank qilmayman, chunki bu videoda aktivi unchaga yaramaydi, chunki 2 oydan beri YouTube kanalimda video chiqmadi. O'shaning uchun bu video YouTube uncha tavsiya qilmasa kerak. 2 oydan beri YouTube kanalimda video chiqmadi. Agar mana shu video juda ham silishim aktiv bo'lib ketsa, keyingi safar yoki obunachilarim bilan uni silatalaysiz yoki obunachilarim bilan yoki mana shu videoni 15 ta blogerga real hayotda prank qilib olaman. Xo'p, Komon Qahhor akaga Instagramdan yozmaymiz. Komon Qahhor akaga Telegramdan realni yozamiz. Va o'sha boyaga bitta bratishkamni, hali yosh bola jiyanimni nomeriga sensor telefoni yo'q, nomeriga Telegram ochamiz va keyin video tugagandan keyin, syomka tugagandan keyin bu Telegram kanalni yopib tashlayman, bu Telegram profilni yopib tashlayman va aniqlaman. Qaraychi, bu Telegram kanal boshqa ishlatilmaydi. Xo'p, yangi Telegram ochib oldim. Bot Komon Qahhor akaga Telegramni yozamiz. Hali Komon Qahhor aka kontaktlariga bu yangi profilni, Telegram profili qo'shmaganlar uchun rasm chiqmaydi, lekin o'zlarini usernamelarini ko'rsata olmayman, lekin mana niklari Komolmi. Ko'ryaptim, yaxshi yo'llanadi. Komolmi o'zlarini haqiqiy Telegramlarga hozir prank gapimizni hazil tariqasida yozamiz. Komon Qahhor aka, agar o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz, hazil tariqasidagi to'g'rinasiz. Oy, o'rtoqlar, Komon Qahhor akaga oddiy gap yozmaymiz. Realni prank uchun yangi bitta mana shu yopilib ketadigan Telegramni yozamiz Komon Qahhor akaga. Vot, Telegramdan Komon Qahhor akaga. Voy, onlayn bo'ldi. Komon aka onlayn bo'ldi o'sha Telegramda. Hozir yozib olamiz. Xo'p, Komon Qahhor akaga qarabchi prank gapni bunda yoz. Ssenariy hammasi yozilgan.
nima bugun qaysi blogerlarga nima yozilishi juda ham jostki pranklarni men 1 oy davomida o'rganib yozib kelganman. Va o'rtoqlar, Komol Qohorov akaga assalomu alaykum Komol Qohorov, sizning YouTube videolaringiz bo'yicha shikoyat tushgan. Bizga aloqaga chiqing va siz bilan sud chaqiruvida ko'rishamiz deb yozaman. Bilin nima qilyapmanmi? O'zimiz bosamiz, o'pkamiz bosib olamiz jigarlar. Komol Qohorov akaga shunaqa yozamiz. Xo'p. Assalomu, Telegramda yozamiz. Assalomu alaykum Komol Qohorov. Sizning YouTube videolaringiz bo'yicha shikoyat tushgan. Bizga aloqaga chiqing. Ana gap o'ylayapman, nima deysiz? Sud chaqiruvga sizga ariza tushganmi, nima edi? Sud gapini qo'shib gapirmasdan yozamiz, mayli, unaqa. Jostki kirib ketmaymiz bitta prank video uchun. Assalomu alaykum Komol Qohorov, sizning YouTube videolaringiz bo'yicha shikoyat tushgan. Bizga aloqaga chiqing deb yozdim Komol Qohorov akaga Telegramdan. Nima bu? Nima qilyapman? Vot. Komol Qohorov akaga ketdi mana. O'zlarining haqiqiy Komolmi taxallus ostidagi niklari hozir onlayn bo'ladi, lekin endi hozir offlaynda, ya'ni onlayn emas. Yubordik, hali o'qimadilar, xabarni hali o'qimadilar, lekin o'qisalar hammasini o'qib sizlarga ko'rsaman. Bo'lmasam 3-prank qiladigan blogerimizga o'tamiz o'rtoqlar. Xo'sh, 3-prank qiladigan blogerimiz. 3-blogerimiz ham YouTuber, bloger va muzikant, o'sha sizlar tanigan, sevib videolarini ko'radigan Alixonov. Da o'rtoqlar, 3-blogerimiz Ahror Alixonovga prank bo'ladi. Xo'p, Ahror Alixonovga Instagramdan yozamiz. Instagramdan o'sha boyagi yangi profil, uni ham yopib boraman men, chunki o'zimni shaxsiy telefonimda faqatgina 2 profilim bor. Bittasi Akbar Shahosarov original akkauntim, ikkinchisi Akbar Ettu ham original akkauntim. Bu Akbar Ettu, mana shu YouTube kanalimizning Instagram profili. Mana Instagramda faqat 2 dona akkauntim bor. Boshqa men ortiqcha akkauntda turishni xohlamayman. Bu meni ikkinchi telefonim, o'shaning uchun bundan ham poli Instagram o'chib ketadi. Prosta yangi profil ochib blogerlarga prank qilamiz. 3-blogerimiz Ahror Alixonov. Ahror Alixonovga Instagramdan nima yozaman? Prank gap eshitilib. Assalomu alaykum hurmatli Ahror Alixonov. Biz sizga reklama bo'yicha murojaat qilyapmiz. YouTube videongiz o'rtasiga qo'yilgan mahsulot reklamasi. Mahsulot haqida qisqacha. Sizning reklama qiladigan mahsulotingiz voy. Bu videoni tushunishingiz uchun bu videoni men ideyasini faqat o'zim tuzmaganman. Bitta mutaxassis, bitta normalniy biladigan odam bilan videoni ideyasini tuzganman. Ahror Alixonovga mahsulot haqida qisqacha. Sizning reklama qilinadigan mahsulotingiz Pampers tagliklari. Voy, Pampers tagliklari. Siz reklamada Pampersni kiyib, Lukaga Ahror Alixonov lala ko'masa, priyam qaranglar. To'g'ri yozilgan. Siz Pampersni o'zingiz kiyib, Lukaga Pamperslari, Lukaga Pamperslari farzandingiz uchun eng zo'r tanlov deb berishingiz kerak deb yozamiz reklamaga. Bu joyini hozir o'zi aytganim to'g'rimi yo'qmi bilmadim, lekin atvet qilganlarga aytish to'g'ri, lekin birdaniga prank taqa bo'lsin, birdaniga shu gap o'zini yozib olamiz. Bu o'rtoqlar Ahror Alixonovga ham mana hozir yozib bo'ldik. Ahror Alixonovga xuddi shu hozirgi aytgan prank gapimni yubordim Instagramdan va ana endi o'rtoqlar keyingi mashhur prank qiladigan, asablarni prям jostki o'ynab oladigan blogerimizga prank qilamiz. Va o'rtoqlar keyingi 4-bob prank qiladigan blogerimiz. O'sha sizlar tanigan qiz bola blogercha, faqatgina blogerlik bilan shug'ullanadi va YouTuber emas, bloger. O'sha sizlar tanigan bloger Rayhonmi. Rayhonmiga hozir keyingi o'ljamiz, prank qiladigan o'ljamiz Rayhonmi. Va albatta o'rtoqlar, shu joyda sizlar pastga tushib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosinglar, kommentariyaga shu videoning ikkinchi qismi chiqsinmi yo'qmi, o'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar o'rtoqlar. Xo'sh, bilasanmi Rayhonmiga hozir men nima deb prank qilaman? Yozmayman, telefon qilmayman, hech qanaqa video chat orqali chiqmayman aloqaga. Rayhonmiga prям aytaman, bu prank nafaqat
mani YouTube kanalimni, balki butun O'zbekiston YouTube'ida bo'lmagan yangilik. Hozirgi keyingi 4-blogerga, prank qiladigan blogerga Rayhonmiga, ya'ni Instagramdan yozmayman, Telegramdan yozmayman. Prям Instagramdan Rayhonmini atmetga qilib, o'zini rasmini prosta atmetga qilib Instagramdan story qo'yaman. Va o'sha Rayhonmini bitta rasmini olib, Instagramga qo'yib, Rayhonmini o'zini atmetga qilib, Rayhonmi to'yimiz qachon deb story qo'yaman. Shuncha ideyalarni ko'rsam, shuncha prank, shuncha harakat, o'shancha davaydi kanalga obuna bo'lib qo'ymasalar bo'lmaydi o'rtoqlar. Hamma blogerga boshqacha uslubda, boshqacha o'zgacha uslubda pranklar qilman. Hozir Rayhonmiga prank qilamiz. Prankka Rayhonmi to'yimiz qachon deb o'zini atmetga qilib rasmini qo'yamiz. Go o'rtoqlar. Bot o'rtoqlar istoriyadan qo'ydim men. Sikraganicha, boshidagi sikraganicha men qo'ydim. Qo'ydim. Rayhonmi to'yimiz qachon deb. Bor emotsiyamni yashirmayman. Qaranglar. Rayhonmi to'yimiz qachon deb yozdim. Istoriya qildim, o'zini bot atmetga qildim sho'maysizlar mana. O'zini atmetga qildim, o'zini profilini. Oy, bilmadim reaksiya qanaqa bo'ladi. Hozir prям ko'radi. Bilmadim. Men hozir o'zimni chalg'itib turaman va bu bloger ham qo'yamiz. Ana endi keyingi 5-mashhur prank qiladigan blogerimizga o'tamiz. Va o'rtoqlar, keyingi mashhur blogerimiz O'zbekistonda eng katta shoularni uyushtirgan, eng katta shoularga sababchi bo'lib, eng katta blogerlarni chaqirib, chet ellardan blogerlar chaqirib konkursda uyushtirgan O'zbekistonni Instagramdagi top birinchida turadigan blogerlardan biri desam bo'ladi. Va o'sha keyingi prank qiladigan Insta top bloger. O'sha sizlar tanigan katta shoularga sababchi bo'lgan Dilimi! Шоу-герл в этом клубе просит снять очки. Ночные бабочки на блоке. Dilimiga hozir prям жесткий prank qilamiz. Dilimiga hozirgi yangi ochilgan akkauntdan va yopilib ketadigan, video tugaganidan yopilib ketadigan akkauntdan Dilimiga yozaman. Va nima deb yozaman bilasizmi? Eshitinglar. Assalomu alaykum Dilshod aka, yaxshimisiz? Aka, siz bilan bugun ko'chada ko'rishdik. Oldimga yugurib kelib rasmga tushib olaylik deb rasmga tushib ketdingiz. Tanidingizmi deb yozaman. Lekin atvet qilishlari 90 ga 10 da, 90 ga 10, 90% atvet qilmaydi. No degan o'qiydilar, qanaqa bo'ladi, reaksiyalarni baribir ko'rmas ekan. Shu gapni prank qilib yozib qo'yamiz o'rtoqlar. Ot. Voy, Dilimiga ham yangi o'qidi bo'laman. Yuborilgan haqida aniq keldi. Короче, Dilimiga ham vot prank qildik o'rtoqlar. Mana ishonmasanglar, o'zini original akkaunti. Ko'rsanglar bo'ladi mana. O'zini 6 million podpисчик bor original akkauntiga mana. Ko'z oldinglarda mana yozdim. Lekin bir ma'lumot qaytaramni bilmadim, lekin 200% zo'r tema bo'ladi bu yerda. Va ana endi keyingi 6-mashhur blogerimizga o'tamiz. Va 6-prank qiladigan mashhur blogerimiz. O'sha sizlar tanigan YouTuber, bloger, Viner va Instagramda faqat maktab seriyalari bilan, maktab mavzusi bilan talqinida tanilgan Azimchik! Я поднял закопался, не думали я нёрда. Слетаем на ресепшн, нам с малышкой нужен O'rtoqlar, bu boshqa uровень, bu другой уровень. Hozir Azimchikmanskiga жесткий prank ko'rasizlar. Вот, Azimchikmanskiga ham Instagramdan yozaman. Assalomu alaykum, hurmatli Azimchikmangiz. Azimchik, sizga katta sponsor topildi. Sponsor biz tomonidan, bizning homiylar tomonidan qoplab beriladi va oyiga $5000 reklama. Reklama qilinadigan narsa aytmayman. Reklama qilinadigan narsa yarimta sabzi deydi. Voy, nima qilaman? Xullas, reklama qilinadigan narsa sabzi deyman. Nu prankligini menimcha biladilar. Shu nu baribir bilmaymiz, atvet qilalarmi yo'qmi, lekin baribir yozamiz. Sabzi, yarimta sabzi deb yozamiz. Azimchikmanskiga ham shu gapni yozib olamiz. Volt o'rtoqlar. Azimchikmanskiga ham prank gap yozdik. Bilmadim, menimcha atvet qilmaydilar deb o'ylayman, lekin atvetlarni albatta kutamiz, lekin menga juda ham reaksiyalar qiziq. Men nimaga real hayotda prank qilmayman blogerlarga? Chunki aktiv baribir past bo'ladi deb nima deydi, nastroyga qarab qo'yaman. Lekin agar aktiv yondirib bersanglar, keyingi videoda real hayotda
mana shu blogerlarga va yana 5 ta bloger qo'shib общий 15 ta blogerga real hayotda bitta videoni ichida prank qilaman. O'shaning uchun обязательно videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlaysizlarmi, yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar o'rtoqlar. Azimchi qilayotgan prank bo'ldik va ana endi keyingi 7-chi bo'lib prank qiladigan mashhur blogerimiz. Bu blogerni почти hamma taniydi. YouTuber, streamer, CS:GO'lardan qiroli deb atasa ham bo'ladi. Bu Abizor. Посмотри, как не идет малышка топ-дог. Давай купим самолет и пусть нас никто не Abizorga Instagramdan yozamiz. Abizorga nima deb yozamiz bilasan? Abizorga jostki prank qilmasak bo'lmaydi. Chunki bilasizlar, hamma narsani ham seriozga qabul qilavermaydi Abizor. Juda ham cringe brat. Abizorga Instagramdan yozamiz. Tushunmadim, tipa men o'rtog'i sifatida gapiraman. Tushunmadim. Abu sen orqadan gapiradigan bo'ldingmi? Ne orqadan so'kding bolalar? Chort deb yozamiz. Tushunmadim. Abu sen orqadan gapiradigan bo'ldingmi? Ne orqadan so'kding bolalar aytdi va oxirida o'sha men qaytarib o'tirmay o'sha gapni yozamiz. Oy! What? Abizorga xabar ketdi. What? Tushunmadim. Abu sen orqadan gapiradigan bo'ldingmi? Ne orqadan so'kding? Bolalar chort deb yozdim Abizorga. Nima qiltajaman? Mana bitta video uchun Abizor aka 1000 bor uzr so'rayman. Hazil tariqasida to'g'ri tushunasigan aytaman. Agar bu videoni o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz, hazil tariqasida video olamoqchisiz. Va o'rtoqlar, keyingi blogercha, qiz bola bloger. O'sha sizlar tanigan hozirgi YouTube'da har kun stream qilayotgan streamer desa ham bo'ladi, bloger. Qiz bola blogercha Dudo. उसकी तारीफें मुझे जिसने बनाया चांदी जैसा रंग वाले सोने जैसा O'rtoqlar, keyingi prank videomiz, ya'ni 8-chi prank qiladigan blogerimiz Dudosh bo'ladi. Dudoshga sizlar nima qilamiz? Dudoshga ham Instagramni yozamiz. Faqat Dudoshga yozganimizni sal nima deydi? Hozir ko'rasizlar. Boyagi Rayxonbekga istoriya qo'yib prank qildim. Dudoshga Instagramni yozib prank qilamiz. Dudoshni men tipi dugonasi bo'lib gapiraman va dugonasi boshqa profilda o'zi ham tanimaydigan dugonasi bo'lib yozaman. Dudoshga bunday yozamiz. Salom Dudosh, qalaysan? Men dugonang Ruxshonaman. Mendan $1000 qarz oluvding. Telegram ko'tarmaysan, Telegramdan bloklab qo'ygansan. Qarzingni qachon berasan? Menga telefon qilib gaplashib olamiz deb yozaman. Voy, nima qilaman? Mana Dudoshga shunaqa deb yozamiz. Go nima bo'lsa bo'ldi o'rtoqlar. Vot o'rtoqlar, men bunga Dudoshga yozdim. Dudosh, qalaysan? Men dugonang Ruxshonaman. Mendan $1000 qarz olganding. Ne? Telefon ko'tarmaysan, Telegramdan bloklab qo'ygansan. Telefon qilib gaplashib olamiz deb oxirida ikkita stikergina jahl qilib so'karing stikerni ham tashlab qo'ydim. Mayli, Dudosh opa, siz ham ko'rayotgan bo'lsangiz videoni, palay ham ko'rishingiz mumkin. Siz ham videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, hazil tariqasida aytdim. Hazil tariqasida prank, to'g'ri tushunasiz umid qilaman. Va o'rtoqlar, 9-chi prank qiladigan blogerimiz. YouTuber, bloger va yaqinda bitta o'zini birinchi trekini chiqardi, doim shokda degan trekini chiqardi. Va o'sha bloger Motivatsiya video ko'rib hayoting o'tar. Va o'rtoqlar, Sardor O'ttoga men umuman menda kontaktlar yo'q, nomerdan yozaman, ya'ni Telegramdan yozamiz. Sardor O'ttoga Telegramdan prank qilib yozamiz va boyagi yangi ochgan Telegram akkauntini. U Telegram akkaunt yopilib ketadi, bitta jiyanimning nomeriga ochilgan. O'sha Telegram akkauntdan Sardor O'ttoga yozamiz Telegramlarga. Prям Instagramga emas, Telegramlarga yozamiz. Telefon qilsam ham bo'lardi. Nu, men ovozimni bilib qoladilar. O'shaning uchun Telegramga yozamiz o'rtoqlar. Vot o'rtoqlar, Sardor O'ttoga men username terdim. Sardor O'ttoga hozir nima deb prank qilamiz bilasan? Nima qilmayapman, Instagramda yozmayapman. Tinchgina men tanimaydigan Telegramdan prosta prank qilaman. Sardor O'ttoga, assalomu alaykum Sardor O'tto, yaxshimisiz? Aka, men sizni YouTube'da kuzataman. Ana belli videongizda komandamga yangi bola olaman deb aytgan ekansiz. Aka, olasizmi? Mana komandangizga Toshkent shahrida turaman. Yoshim 17 da, javobingizni kutaman. Endi hozir bu yerda hayron qolishingiz mumkin, prank gap, anaqa cringe gap yo'q deb. Atvet qilganlardan keyin, polibon atvet qilishlari mumkin. Atvet qilganlardan keyin shunaqa bitta gapni nimadir deb nima deydi, tipi prям жесткий prank qilgandek gapiramiz. Uni o'sha paytda o'zingiz ko'rasiz, hozir aytib qo'ysam qiziqolmaysiz. Atvet qilganlardan keyin ko'rasiz. Hozir shu gapni yozamiz Sardor O'ttoga. Vot o'rtoqlar, Sardor O'ttoga ham yozdim. Hali onlayn bo'lmadilar. Sardor O'ttoga ham yozdim qo'y. Ishlar ko'rmadim. Sardor O'ttoga yozdim.
Sardor o'tdi bu gapni o'qib javob atvet qaytarishlarim 100% demayman, 99% bo'lishi mumkin. Atvet qaytaralamıyormi agar prankligini bilib qolmasalar. Nu atvet qaytarishlaridan keyin bitta josik prank gap yozamiz. Ungacha keyingi 10 va oxirgi blogerimizga prankni qilamiz. Va o'rtoqli oxirgi 10 bo'lib yozadigan, prank qiladigan blogerimiz. O'rtoqli shuncha harakat uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Oxirgi bloger, prank qiladigan bloger 2 oy davomida Akbaret YouTube kanalida video chiqmadi va 2 oylik tanaffusdan so'ng bu birinchi ilk video. O'rtoqli, davayte kanalga obuna bo'lib qo'yamiz va aktiv kuchaytiramiz. Mana shu videoni ikkinchi qismi chiqishini xohlaysam yo'qmi, uni ham kommentariyaga yozib ketinglar. Davayte o'rtoqlar va oxirgi prank qiladigan blogerimiz. Sizlar tanigan YouTuber, bloger. YouTube'da har xil blogerlar bilan o'zini yo'nalishini, ijodini ko'rsatadigan va o'sha sizlar tanigan YouTuber Baburalloga Instagramda yozamiz. Instagramdan nima deb yozamiz? Eshitinglar, prank gapni joskisi va oxirgi bloger bo'lgani uchun tipama Baburalloni Bobur akani o'rtoqlari sifatida yozaman. Eski sinfdoshlar sifatida yozaman. Bobur, qalaysan, tanidingmi meni? Men sinfdoshimman, qalaysan, bloger bo'lib ketibsan, qoyil ijodingga omad. Bobur o'rtoq kartamga 5 million tashlab berib tur, 7 yilda qaytaraman javob deb yozaman o'rtoqlar. 5 million kartamga tashlab berib tur, 7 yilda qaytaraman. Mana shu gap o'zi birinchisi hali kimdirligini aytmasdan, tanishtirmasdan sinfdoshimman deb birinchi 5 million so'ragani. Birinchi zarba, ikkinchi zarba bu 7 yilda qaytaraman degani. Uy. Priyamanni joski jinni o'yin bu. O'shaning uchun maslahat bermayman bunaqa prank qilishinglarni. Vot, Baburalloga xabar Instagramga ketdi. Vot, o'zlarini haqiqiy profillari. Baburalloni o'zlarini 116 mingta baktishlar bo'lib Instagramda kecha 110 mingtami shunaqa edi. Vot, o'zlariga yozdik va endi hamma blogerlar reaksiyasini kutamiz va bu o'rtoqlar videoni oxiri nimagaki bular 24 soatdan keyin atvet qiladi. Uzog'i 24 soatdan keyin men xabarlarni ochaman, hamma blogerlardan ochaman va eng qizig'i bo'lgani, men o'zimga qiziqqanim, Rayhon Beyga istoriya qo'yib prank qildim. To'yimiz qachon deb 24 soatdan keyin ochadim va unga 24 soat kutmayman. Lekin mana shu videoni blogerlar nima deb atvet qilgani va qaysi blogerlar nima deb atvet qilganini ko'rish uchun mana shu YouTube kanalimni biosida Telegram kanalimni silkasi bor. Telegram kanalimga o'tsanglar, hamma blogerlar nima deb yozgan bo'lsa, hammasini skrinshotini sizlarga tashab boraman o'rtoqlar. Mana shu necha kun davomida atvet qilguncha tashab boraman. Agar realni bu narsa chuqurlashib, yomonlashib ketadigan bo'lsa, o'zimni profilimda yozib yoki o'zim telefon qilib tushuntirib qo'yaman. O'rtoqlar, shuncha harakat uchun o'rtoqlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Обязательно kommentariyaga shu videoni ikkinchi qismi bo'lsinmi yo'qmi yozib qoldiringlar. 2 oylik tanaffusdan keyin men qaytdim, o'shancha aktivni yondirib bersanglar, keyingi video bu videoni birdaniga olmaymiz. Bu videoning ikkinchi qismini birdaniga olmaymiz. Mana shu videoning tagiga 1,5 mingta like bo'lgandan keyin shu videoning ikkinchi qismini olamiz. Shu videoda keyingi video uje menimcha 50 litr kolaga men sol portlatdim degan video bo'ladi yoki Ahror Alixonovga prank degan video bo'ladi. Videoga like bosinglar, video o'z nihoyasiga yetdi. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, hammasini ko'rasizlar nima deb bloger atvet qilganini. Chunki men 24 soat kutsam, video montaj qolib ketadi va YouTube meni videolarimni hammasini chalkash-malkash qilishdi. O'shancha video sizlar uchun tezroq kontent chiqishi uchun hech qanaqa hype'larsiz Telegram kanalimga hammasini tashlayman. Albatta, siz yangi tomoshabin bo'lgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing va 2 oylik tanaffusdan keyin men qaytdim. Bu yog'iga dalshi faqat to'lka ijod qilamiz. Bu yog'iga to'xtash yo'q, tanaffus yo'q. Faqatgina aktiv zo'r bo'lsa, sizlar yondirib berib tursanglar va videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab, podderka qilib tursanglar o'rtoqlar, har kun sizlar uchun kontent olamiz va haftasiga 2-3 ta video chiqarishga harakat qilamiz. Ko'p gapirdim. Xayr, xullas o'rtoqlar, xayr, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Va albatta kim videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsa, kommentariyaga oxirigacha ko'rdim deb yozib qoldiring. Albatta YouTube sizlarga mana bu videomni tavsiya qildi. O'tib ko'ringlar.